Quyoshdan energiya olish hamda elektr toki uchun pul to'lamaslikni xohlaysizmi? Qolaversa siz iste'molingizdan ortgan elektr tokini davlatga sotishingiz ham mumkin. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz, mana shunday quyosh panellarining 3 xil turi mavjud. On-grid, off-grid hamda gibrid. Solar Nature kompaniyasi sizga yuqori sifatli quyosh panellarini taklif etadi. Solar Nature kompaniyasi qayta tiklanuvchi energiya manbalari sohasida yetakchi hisoblanib, 10 yildan ortiq tajribaga ega. U quyosh elektr stansiyalarini loyihalash, o'rnatish va servis xizmatlarini ham taqdim etadi. Kompaniya 4000 dan ziyod quyosh elektr stansiyasini ishga tushirgan bo'lib, ularning quvvati 1 kilovatdan bir necha megavatgacha yetadi. Solar Nature kompaniyasi o'z mahsulotlariga 3 xil turdagi kafolatlarni taqdim etadi. Bularga quyosh panellari 12 yil muddatda hamda tarmoq invertorlari 5 yilga, undan tashqari 1 yil muddatgacha texnik xizmat hamda bepul maslahat olish imkoniyati ham mavjud. Eslatib o'tamiz, Toshkent Index hududida joylashgan qurilish mollari bozori 3-may kuni ochilish munosabati bilan tadbirkorlar uchun 6 oygacha bepul ijara imkoniyatlari asosida do'kon ochish imkoniyatini taqdim etadi. Aksiya faqat 3-maygacha davom etadi. Qo'shimcha ma'lumotlarni mana bu raqamlardan olishingiz mumkin. Quyosh energiyasidan foydalanib, elektr toki uchun to'lovlardan qutulishni istasangiz, Toshkent Index hududida joylashgan E1 blok 1153 do'koniga tashrif buyuring hamda quyosh panellarini xarid qiling.